Aynı katımız. Ans meşk pakaylı sağlaşlar. Karanla climbing, writing. Climbing, writing. Okay, answer. Climb, bosma climbing. Run, bosma running. Okay. Write, bosma writing. Ahir evil'in ahirlaşkan bolsa eyneli bitimiz. Karanla. Mani bir tamamla bakınla. Mesela sit dedik şunama. Sitting. Okay. Drink bosçu. Okay, drink diye içmek şunama. Drink, drinking. Cook, tamak etmek, cooking. Buların asasını ayıqetiyoruz. Hem de bir boğumluk. Hem de bununki soluq dağı şerpek keyindin sanıqanda ikinci orunda bolsa bunu qanday qilamiz? Mesela run, running. Eneribni bir qatam qaytlab qanday qilamiz? Ayinca qilamiz. Mesela playing uchun bu vasqetiyoruz. Eat, bu vasqetiyoruz. Eating şunama. Eat degan yemek. Yavatıdı. Dance. Ma dance degan i qanday qilindi? Eni talaffuz qilinmadi. Shunga i'ni elib o'tib qanday qilamiz? Ayincha qatimiz. Buning bo'ldi dancing. Dancing. Clean. Clean deganimiz nima? Pokizlamak, tozalamak. Yani nima? Cleaning. Okay, cleaning. Xo'sh, hamsa qaranglar. Bu rasmda nima ish qilyapti? Okay, they play football. Okay, endi mani bir jumlaga aylantirib beraman mana. They play football. Ular top o'ynayotidi. Shunami? Hozir qilyaptini. Bu yerga nima qilamiz? Are. BPL shunami? They are playing football. Okay. Bu shu fe'lning oxiriga nima? ing qatimiz. Shunami? Okay, endi ma'lumchi. Tom read a book. Okay. And the Tom nima ish qilyapti? Kitob o'qiyotdi. Tom uchinchi shaxs birlik. Shu yerga Tom is read. Nima qilyapti? ing qatimiz. Tom is reading a book. Tom bir kitob qanday qilyapti? O'qiyotdi. Tom is reading a book. And nima job? They watch TV. Okay. And ular nimkilla ikkinchi BPL. They are watching TV. Ular qanday qilyapti? Televizor ko'ryapti. And buchi. He stand. He is standing. U o'ri turyapti. Yoki nima turyapti degan gap qo. He is standing. U o'ri turyapti. Nima ish qilyapti? What is he doing? What is he doing? O nima ish qilyapti? He's drinking water now. U hozir nima ish qilyapti? Suv ichyapti. Nima? He is drinking water now. Endi bir savolga aylantirsak qanday desanglar, is he drinking water now? Is he drinking water? O'xshashlar nima BPLni oldiga o'tkazib bersak nima bo'ldi desanglar? Bu oddiy savol jumlaga aylandi. Yes, he is. O ichyapti. Shunami? Qaranglar, what is she doing? Endi bir alohida savolga aylantirsak nima? What ni qo'shsak ham bo'ladi. Masalan, what is she doing? U nima ish qilyapti? She's cleaning the house. U uyini qanday qilyapti? Tozalayapti. Demak, she's cleaning the house. U qanday qilyapti? Uy tozalayapti. Okay. Is she doing her homework? Endi u topshiriqni ishlayaptimi? Shunami? No, she isn't. Agar yo'q desak nima sanlar? Is'ning keyini nima bo'ladi? No, she isn't bo'ladi. Okay, no, she isn't. What are they doing? Sizlarning ular nima ish qilyapti bolalar? What are they doing? Nima ular yugurayotdi, shunami? They are running. They are running. Are they writing? Shunami? And ular bir narsa yozyaptimi? No, they aren't. Yo'q, ular qanday qilmadir? Yozmadir. They are running. Ular bir narsa yozmayotdi, ular qanday qilyapti? Yugurayotdi.
Ясынча aşağıdaki tekstni elib o'tamiz bu tekstga yani. Okay. Sağdaşlar, mesela bugünkü şu grammatik mezmunu müşahiç olsun. Ense texim köp mezmun qiziqsanglar, bizningki şu ündidar salonimiz abditali bizni tushirib, davomli şu programmamizni ko'rsanglar bo'ldi. That's all for today and see you next time.